O'sha tun. Osmon go'yo bizning gunohlarimizni yuvmoqchi bo'lgandek tinmay yig'lardi. Chaqmoq chaqqanida ko'zlarimga ko'ringan narsa faqat eski shiponning zax devorlari va hakami deb ishongan insonimning o'zgargan nigohlari edi. Mototsiklning sovuq temiri, yomg'irdan shalabbo bo'lgan kiyimlarim va tanamni kuydirayotgan o'sha taqiqlangan harorat. Men o'sha tunda nafaqat sovuqdan, balki ichimdagi olovdan qaltirardim. Uyechinmasang kasal bo'lasan, dedi u. Bu g'amxo'rlikmidi yoki tuzoq? Taqdirimni ostin-ustun qilgan o'sha mash'um tun hikoyasini tinglashga tayyormisiz? Assalomu alaykum, qadrdonlar. Amomoni hikoyalari kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga aytib beradiganim bu shunchaki voqea emas. Bu ishonch, xiyonat va inson irodasining sinovi haqidagi haqiqiy iqror. Hukm chiqarishga shoshilmang, chunki hayot biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keling, bu sirli tun pardasini birga ko'taramiz. Mening ismim Rayhona. Bu voqea sodir bo'lganda endigina 19 yoshda edim. Qishloqda, oddiy va samimiy muhitda o'sganman. Bizning ko'chamizda hamma bir-birini taniydi, hamma bir oiladek. Hikoyamning asosiy qahramoni Sardor akam. Ular bizga qon qarindosh emasdilar, lekin qo'shnimiz bo'lgani, akam bilan tengdosh bo'lgani uchun tilim chiqibdiki, uni Sardor aka deb chaqirardim. Sardor aka. U qishlog'imizning eng kelishgan, eng epchil yigiti edi. Mototsikli bor edi. Qizil rangli Yupiter. O'sha mototsiklning ovozi eshitilganda yuragim allanechuk bo'lib ketardi. U bizni himoya qilardi, og'irimizni yengil qilardi. Men unga o'z akamdek, himoyachimdek qarardim. Lekin qiz bolaning qalbi baribir boshqacha ekan. Balog'at yoshiga yetganim sari unga bo'lgan munosabatim o'zgarayotganini, unga aka deb murojaat qilsamda, ichimda boshqacha bir iliqlik uyg'onayotganini sezardim. O'sha yili kuz erta keldi. Dalada ish qizg'in payt. Paxta terimi, g'o'zapoya yig'ish. Men ham uydagilarga yordam berish uchun dalaga chiqardim. Sardor aka esa dalalar oralab mototsiklida suv tashir, ishchilarga tushlik olib kelardi. Har safar mototsiklini to'xtatib, dubulg'asini yechganda, peshonasidagi terlar quyoshda yaltirab ketardi. U menga qarab, "Rayhon, charchamadingmi? O'zingni urintirma", derdi. Uning bu oddiy g'amxo'rligidan men 7-chi osmonda uchardim. Ammo bu hislarimni qattiq sir tutardim. Chunki u Sardor aka edi. Bizning oramizda ko'rinmas devor bor edi. O'sha kuni kechgacha dalada qolib ketdim. Uydagilar allaqachon qaytishgan, men esa oxirgi etak paxtani topshirish bilan ovora edim. Qosh qorayib qoldi. Kuzning havosi aldamchi, kunduzi issiq bo'lsa ham, kechga tomon suyakni zirqiratadigan izg'irin turadi. Birdan osmonni qora bulutlar qopladi. Uzoqdan momaqaldiroqning vahimali ovozi eshitildi. Yomg'ir shivalab yog'a boshladi. Men qo'rqib ketdim. Dalada, zulmatda yolg'iz qolish. Bu dahshat edi. Yo'lga chiqib birorta mashina kutib turardim. Hech kim yo'q. Yomg'ir kuchaydi. Sovuqdan tishimga tegmay qaltiray boshladim. Shu payt uzoqdan tanish mototsikl chirog'i ko'rindi. O'sha ovoz najot farishtasi kabi Sardor aka yetib keldi. U yonimda to'xtadi. "Rayhon, bu yerda nima qilyapsan? Hamma ketdi-ku", deb baqirdi u motor shovqini ostida. "Qolib ketdim, aka. Meni olib keting", dedim yig'lamsirab. "O'tir tezroq. Hozir jala quyib yuboradi", dedi u kurtkasini yechib menga uzatar ekan. Men uning ortiga o'tirdim. Kurtkasi hali ham uning taftini saqlab qolgandi. Mototsikl joyidan jildi. Men yiqilib ketmaslik uchun va ehtimol ichim xohish tufayli
Uni belidan mahkam quchoqlab oldim. Biz shamoldek uchardik. Yomg'ir endi shivalab emas, chelaklab quyardi. Ko'z ochib bo'lmasdi. Mototsikl loy yo'lda sirpanib ketardi. Birdan kuchli chaqmoq chaqdi va mototsikl loyga botib o'chib qoldi. La'nati, dedi Sardor aka motorni tepib. Yurmadi. Rayhon, bu yerda qolib bo'lmaydi. Ana, narigi tomonda eski shiypon bor, o'sha yerga boramiz. Biz yugurib eski shiypon dala uyiga kirdik. Uning tomi teshik bo'lsa ham panoh bo'la olardi. Ichkari zimziyo, zax va sovuq edi. Sardor aka telefonining chirog'ini yoqdi. Men shalabbo bo'lgandim. Ko'ylagim badanimga yopishib qolgan, sovuqdan butun tanam titrardi. Lablarim ko'karib ketgandi. Sardor aka menga qaradi. Uning nigohida avval g'amxo'rlik, keyin esa men ilgari ko'rmagan g'alati bir olov paydo bo'ldi. Rayhon, sen muzlab qolibsan-ku, dedi u ovozi o'zgarib. Kiyimlaringni siqib olish kerak, bo'lmasa zotiljam bo'lasan. Men uyalib o'zimni panaga oldim. Yo'q, aka. Shunday turaveraman, dedim tishimga tegib. Qaysarlik qilma. Hozir kasal bo'lib qolsang, onangga nima deyman, dedi u va menga yaqinlashdi. Uning yaqinlashi meni ham qo'rqitdi, ham g'alati bir tarzda hayajonlantirdi. U qo'lini uzatib ro'molimni yechdi. Sochlarim yomg'irdan ivib yelkamga tushdi. Qara, hamma joying ho'l, dedi u pichirlab. Keyin u qo'llarini ko'ylagimning tugmalariga olib bordi. Aka, nima qilyapsiz, dedim ojiz ovozda. Yordam beryapman. Faqat yordam, dedi u. Lekin nafasi yuzimga urilardi. Uning nafasi issiq edi. Men qarshilik qilolmadim. Sovuqdanmi yoki uning sehridanmi bilmayman, qotib qolgandim. U ustki kiyimimni yechdi. Men ichki kiyimda qoldim. Uyatdan yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Lekin u ko'zlarini olib qochmadi. Ishtoning ham ho'l-ku, dedi u. Bu gapdan keyin yuragim to'xtab qolayozdi. Yo'q. Iltimos, Sardor aka, deb orqaga tisarildim. Lekin u to'xtamadi. Kasallik yomon, Rayhon. Hech kim yo'q-ku. Men o'z akangman. O'z akangman degan so'z o'sha lahzada eng katta yolg'on edi. Chunki aka singlisiga bunday qaramasdi. U tiz cho'kdi va sekin mening ivib ketgan ishtonimni pastga torta boshladi. O'sha lahzada vaqt to'xtadi. Tashqarida momaqaldiroq gumburlardi, lekin shiypon ichida faqat bizning og'ir nafas olishimiz eshitilardi. Men yalang'och qoldim. Sovuq havo badanimni chaqardi, lekin Sardor akaning qaynoq kaftlari boldirimga tekkanda men kuyib ketdim. U o'rnidan turdi. Ko'zlarimga tikildi. Biz bir-birimizga juda yaqin edik. Rayhon, dedi u bo'g'iq ovozda. Sen qachon bunday ulg'ayding? U meni bag'riga bosdi. Uning tanasi olovdek edi. Men uni itarishim kerak edi. Bu gunoh, bu uyat deb baqirish kerak edi aqlim. Lekin tanam, xoin tanam uning issiqligiga talpindi. Men ham uni quchoqladim. Uning lablari mening bo'ynimga, yelkamga tegdi. Har bir o'pishi meni jarlikka yetaklardi. Aka, qilmaylik, deb pichirladim, lekin bu qarshilik emas, iltijo edi. Endi kech, dedi u va meni eski shiyponning quruq somonlari ustiga yotqizdi. O'sha tunda nimalar bo'lganini batafsil aytib berolmayman. Faqat shuni bilamanki, o'sha tunda men bolaligim bilan xayrlashdim. Mening akam deb yurgan insonim meni ayolga aylantirdi.
Yomg'ir bizning gunohimizni yashirdi, momaqaldiroq esa faryodlarimni bosib ketdi. Bu zo'rlash emasdi. Bu chorasizlik va yashirin ehtirosning portlashi edi. Tong otganda yomg'ir tingandi. Biz bir-birimizga qaray olmasdik. Sardor aka menga kiyimlarimni uzatdi. Ular deyarli qurigandi. Rayhon, meni kechir, dedi u boshini egib. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men indamadim. Nima ham derdim? Ichimda bo'shliq paydo bo'lgandi. Biz qishloqqa qaytdik. Hech kim hech narsani sezmadi. Mototsikl buzilib qolibdi, shifonda jon saqladik, dedik. Hamma ishondi. Lekin biz endi avvalgidek bo'la olmasdik. Har safar ko'chada ko'rishganimizda, uning ko'zlarida o'sha tunning xotirasi, mening ko'zlarimda esa uyat va sog'inch aralash azob bor edi. Oradan vaqt o'tdi. Sardor aka uylandi. Boshqa qizga. Men uning to'yida xizmat qildim. Yuragim qon yig'ladi, lekin kulib turdim. Mening taqdirimchi. Men o'sha tunning siri bilan yashayapman. O'sha shipon, o'sha yomg'ir va yechilgan kiyimlar. Bu xotira meni butun umr taqib qilsa kerak. Ba'zan o'ylayman, agar o'sha kuni yomg'ir yog'maganda, agar mototsikl buzilmaganda, hayotim qanday bo'lardi? Lekin taqdirda agar degan so'z yo'q ekan. Azizlarim, hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, birgina qadam butun umringizni o'zgartirib yuboradi. Hissiyotlarga berilmang, aqlingizni yo'qotmang. Mening hikoyam sizga saboq bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam yuragingizga yetib borgan bo'lsa, o'z fikringizni yozib qoldiring.